Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. O'zbek san'atining yetuk vakillaridan bo'lgan ustoz san'atkorlardan biri Rixsi Ibrohimova haqida tezkor xabar tarqaldi. Hozir telekanal va seriallarda mantiq degan narsa yo'q. Rixsi Ibrohimova o'zbek kinosining bugungi muammolari haqida gap ochdi. O'zbek san'ati va teatrining yetuk vakillaridan biri bo'lgan ustoz san'atkorlardan biri Rixsi Ibrohimova san'atdagi tanazzul, zamonaviy kino va teatrning ma'naviy bo'shlig'i, o'zining hayotiy sinovlari haqida gap ochdi. Men 70 yildan beri sahnadaman. 1955-yilda teatrga qabul qilinganimdan beri turli davralarning san'atini boshdan kechirdim. O'sha yillarda og'ir sharoitlarga qaramay Shekspir, Otella, Gamlet kabi asarlar sahnalashtiriladi. Xalq spektakllarni sevib tomosha qilardi, deydi aktrisa. Aktrisa so'zlariga ko'ra, bugungi kundagi ayrim ko'rsatuv va filmlarda ma'naviylik, mazmun va mantiq yetishmayapti. Hozir televideniya va kinoda mantiq degan narsa yo'qolib ketgan. Qahramon kim? Muammo nima? Yechim qanaqa? Bu savollarga javob yo'q. Aksincha, ayrim seriallar faqat oilaviy mojarolar, kelin-kuyovlar, qaynona va kelin o'rtasidagi tortishuvlar bilan to'la. Bu go'yoki o'zbek hayoti faqat shu mavzudan iborat degan taassurot uyg'otmoqda, deydi Rixsi Ibrohimova. Aktrisa bugungi filmlardagi ayrim sahnalar axloqiy jihatdan ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydi. Hozirgi seriallarda ikkita ayol soch yulishayotganini, yomon so'zlar ishlatayotganini ko'rsatishadi. Axir buni ota-ona, farzand, nabira ko'radi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bizni ko'chaga ko'rib, nega sizlar bunday narsalarga qarshi chiqmayapsizlar deb savol berishadi. Ammo aytganimiz bilan hech nima o'zgarmaydi, deydi Rixsi Ibrohimova. Shu san'atda haqiqiy dramatizm, mazmunli ssenariylar, ijodiy va saboq beruvchi obrazlar yetishmayotganini afsus bilan tilga oladi. Tomoshabin berayotgan mahsulingizni qabul qiladi. Bir ikkita seriallarni boshladim ham, lekin tashlab ketdim yarmidan, deydi aktrisa Rixsi Ibrohimova. San'at vakili hozirgi aktyorlar haqida shunday deydi. Hozir rollarni qo'lida telefoni bilan ijro qilishadi. Telefon o'ynaganda, gapirganda unda ham gapi yozilgan bo'larkan. Shumi san'at? Telefonni qo'yib o'ynamaydimi? Rollarni jonli chiqadi-ku. San'atkor har kuni ijod qilgisi keladi. Necha yildan beri meni xalq ko'rgani yo'q. Aktyor esdan chiqib ketadi. Ana shundan qo'rqishadi. Shu sababli hozirgi kunda saviyasiz rollar bo'lsa ham o'ynashyapti. Taniqli san'atkor vakillari. Meni ko'p odam tanimaydi hozir ham, deydi aktrisa. U ilgari tomoshabin mehrini qozongan Sitora Farmonova, Asal Shodiyeva, Alisher Uzoqov, Adiz va Yulduz Rajabovalar kabi san'atkorlarni eslaydi. Ularning ekranda kam ko'rinayotganini, ayniqsa kino festivallarda qatnashmasligi unga og'riq beradi. Ustoz san'atkor bugungi kunda sahnada ko'proq bachkana, oilaviy, janjal, talashish va boshqa past saviyadagi mavzular ko'rsatilayotganidan norozilik bildiradi. U bir necha bor og'ir operatsiyalarni boshdan kechirgan. Oshqozon, jigar va boshqa sog'liq muammolari sababli hayot bilan o'lim orasida qolgan kunlari bo'lganini eslaydi. Bugungi kunda u juda kam ovqatlanadi, suyuqlikni ko'p iste'mol qilmaydi. Hatto ba'zi dorilarsiz uxlay olmaydi ham. Ovqatlarni tanlab yeyman, eng foydali mahsulotlarni yeya olmayman. Ko'plar chet elda oshqozonini operatsiya qildirishadi. Hozir men ancha yaxshi yurganimning sababi ovqatni deyarli yemasligim. Eski qadrdonlarim yaxshiyam bor. Ular tez-tez kelib turishadi. Xalqni e'zozi, siz bilan rasmga tushib olay degan gaplar bilan yashab yuribman, deydi Rixsi Ibrohimova. Bugun u faqat tinchlik va salomatlik so'raydi. O'zi uchun emas, balki xalq, vatan, kelajak, avlodlar uchun duo qiladi. Butun dunyoga tinchlik, yurtimizga baraka, bolalarimizga yorug' kelajak tilayman, deydi Rixsi Ibrohimova. Agar sha'nimga noloyiq gap aytishsa, kechirishim qiyin bo'ladi. Qariganda odam yosh bolaga o'xshab qolar ekan. Keyin san'atimiz shu darajada tushib qolgani meni yig'latadi, deydi Rixsi Ibrohimova.
San'atkor hayotining katta qismini sahnaga, ijodga, xalqqa baxshida qilgan. Endilikda u o'zidan keyingi avlodga faqatgina bitta nasihat berdi. Bugungi kunning qadriga yeting, diyonatni sotmang, xiyonat qilmang, zulm ko'rmang, biz o'tgan yo'lni siz takrorlamang, yaxshilikka yuring. Bu so'zlar Rixsi Ibrohimovaning yurak-yuragidan otilib chiqqan so'zlari edi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.